Hammaga assalomu alaykum. Andijon Cherry kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan uzoq kutilgan Cherry Arizo 8 Pro gibrid avtomobilini to'liq obzorini qilamiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha ko'rsanglar, to'liq ma'lumotlarni beramiz. Avtomobilimiz ikkinchi full komplektatsiyasida, ya'ni narxi 364 so'm. Avtomobilimiz polniy bak va polniy zaryadkada 1400 km masofani bosib o'tadi. Avtomobilimizni ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Avtomobilimizda LED faralar, adaptivniy cruise control, polasi ushlaydi, masofa ushlaydi, slipoy zonalari, panorama tom tepasida. Salon qismlari ham juda ham ajoyib ishlangan. Slipoy zonalarimiz, sidenyalarimiz elektroprivod, salonlarimiz ekoko'ja bilan qoplangan, abagrev, abduflari bor. Bundan tashqari orqalari ham juda ham keng ishlangan. Orqalarini ham bitta ko'rsatamiz. Barcha zamonaviy funksiyalari bilan jihozlangan avtomobilimiz. Avtomobilimizni avtosalonimizda test drive qilib haydab ko'rsanglar ham bo'ladi va xarid qilish to'liq usullarini ham kelib ko'rsanglar bo'ladi. Hozir ichki lyuklarni ham ochib beramiz. Gaz upravleniyalari bor avtomobilimizda. Avtomobilni avtosalonimizdan bemalol bir kun ichida xarid qilsanglar bo'ladi. Qoldirgan nomerlarimizga aloqaga chiqsanglar, to'liqroq ma'lumot beramiz. Avtomobilimizda общий 347 ot kuchi bo'ladi. Razgoni 0 dan 100 gacha atigi 7 sekund. Ko'pchilik beradigan savol, benzin rasxodi qancha qiladi? 3,5-4 litr rasxod qiladi 100 kilometrga. Bu degani avtomobilimiz juda ham ekonomичный degani. Avtomobilimiz bo'yicha to'liqroq ma'lumot bilish uchun avtosalonimizga kelsanglar, to'liqroq manzilimiz aeroportda to'g'risidagi Chermet ko'cha, Andijon Irmash asosiy binosining to'g'risida. Hammaga rahmat.